Salom, bugun bizda depilyatsiya jarayoni. Videoni oxirigacha kuzating va depilyatsiya sohasidagi yangiliklardan xabardor bo'ling. Masterimiz Elvira opa oddiy vosk bilan ishlamaydilar. Hozirgi kunda ko'plab mijozlarga ma'qul kelayotgan geling nomli sostavlarni qo'llaydilar. Geling lazerli epilyatsiyani effektini beruvchi sostav hisoblanadi. Uni ishlatgandan keyin vaqt o'tishi bilan tuklar kamayadi, teri oqaradi. Agar teringizda muammo, allergiyalar, har xil muammolar kuzatiladigan bo'lsa, ularni vaqt o'tishi bilan tuzatib, teringizni oppoq, tiniq qilib, chaqaloqni terisidek yaltiroq qiladi. Bora-bora tuklar yo'qoladi. Elvira opa yuqori tajribaga ega mutaxassis. Bemalol o'zingizni ularga topshirishingiz mumkin. Qabulimizga yoziling va Women studiyasiga tashrif buyuring. Ko'rishguncha!